Assalomu alaykum arzonchi kanal obunachilari. Bugun mana eski qozonlarimizdan kelgan 250 talik sumalak qozonlardan katta kichik razmerlar, yangi eskilardan hammasidan kelgan. Hammasining narxlarini, da'volarini aytamiz, ko'rsatamiz. Sotilganlaridan 2.400.000 so'mga Zellamos Andijon viloyati Zellamosga ketdi. Achilar mo'ra bilan qo'shib. Keyin ko'pchilik o'ylaydi ekan, yangi qozonda sumalak bo'lmaydi, alyumin chiqadi deb. Ko'p odam aytdi, 4 marta, 5 marta keldi. Shunaqa sumalak qozonda alyumin chiqar ekan yangida deb. Joyimiz mana Andijon viloyati Jahon bozorida. Bironta muammo bo'lsa kelaverasizlar. Tepada nomerlarimiz bor. Shu nomer bizniki. 50 504 2308. Yangi qozon qusadi degan narsa o'zi yo'q. Olib borib ishlatishdan oldincha yo'li bor. O'rgataman. 450 pastroq suv quyib turib, bir qarich suv quyib turib, mashidan quyib turib, 2 pachka tuz, 1 pachka chaynak soda solib qaynataveradi bir qator. Yaxshilab qaynagandan keyin simchutida bir qator yuvorish kerak. Bo'ldi. Ya xizmatinglar qilaveradi. Qusadi, alyumin chiqib beradi, sumalak bo'lmaydi degan narsalar yo'q. Yo'q gap. Bu rabochiylar ham kelgan eskilardan. Xo'p, bo'lmasa narxlarini tanishtirishni boshlaymiz. 250 talik yangi qozon o'choq. Qozoni qalin, o'chog'i 8 lista qilingan, 0.8 lista qilingan qalinligi. Bu sotilgan 2.400.000 so'mga beryapmiz. Komplet qozon o'chog'i bilan. Kapkil alohida, kapkil 120.000 so'm. Nejevika material. Eskisidan so'raganlar uchun eski 250 talik qozon rossiyskiy. O'chog'i ham 0.7. Qalinligi ko'taraman. Qalinligi. Uni qozoni 2 million so'm beryapmiz. O'chog'i 1 million so'm, 3 million so'm komplet bo'lyapti. Qozon o'chog'i bilan komplet. 0.7 lista. Yana bitta rabochiy eski qozonimiz 250 talik. Buni holati tiniq. Undan ko'ra ancha ideal. Akamiz ham bor mashida savdoda. Kelaverasizlar mana. Puli 2.200.000 so'm. Ozgina kamini qilib beramiz qozonni o'zini. O'chog'icha yuqori 0.5 materialda qilingan. Bu 0.7, bu 0.5. 850.000 so'mdan o'chog'i. Komplet 3.100.000 so'm bo'ladi. Yana bitta bor 250 talik, bu ham eski qozondan, rossiyskiydan. Bunisi 2 million so'm qozonni o'zi, o'chog'i 850.000 so'mlik 0.5 materialda qilingan. Komplet 2.800.000 so'm bo'ladi. Narxlarini tushib beramiz. Yana bitta zo'ridan bor. Bunisini 2.200.000 so'm qozonni o'zi, o'chog'i 0.5 800.000 so'm, 3 million so'm bo'ladi komplet. Bular hammasi eski rossiyskiy qozonlar. Kichikroqdan so'raganlar uchun 125 talik qozonimiz. Bu ham toza rossiyskiy qozon, holati zo'r, bir dona defekt yo'q. O'chog'i ham 0.7 materialda qilingan, qalinda. Buni puli qozonni 700.000 so'mga qilib beryapmiz, o'chog'i 900.000 so'm. 1.600.000 so'mga o'chog'i bilan komplet rossiyskiy qozon. Qozon o'choq. Yupqa o'choqlar so'raganlar uchun o'choqlarimiz ham bor. O'choqni o'zini so'raganlar uchun 0.5 materialda qilingan, qalinligi 0.5. 950.000 so'mdan o'choqni o'zi. Yuqori konteyner o'choq so'raganlar uchun 250 talikniki, bu ham 250 talikniki. Bular 600.000 so'mdan.
konteyner materialda qilingan. 02 materialda qilingan. Muassilli mo'siga sotilgan. 2.400.000 so'mga ketdi. U nargilar bilan birga qo'shilib ketdi. Bitta katta qozon o'choq, bitta o'sha 150 litrlik qozon o'choq mahallaga oldi. Mana bittasi bu. Keyin uyga oldi shekilli, kichikroqlardan o'choqlardan oldi. Jami 7 ta o'choq qozon oldi, kampirlik. Bunisi 950.000 so'mga kampirlik o'chog'i bilan ketdi. 125 litrli yangi qozon. Qozon o'choq, o'chog'i konteyner materialda 950.000 so'mga. Garantiyasini qilib beramiz. Behijolat. Andijon Jahon bozoriga kirishga eski idish bozorida, idoraning orqa tomonida. Nomerlar 50 504 2308. Kimga kerak bo'lsa aloqa qilib ko'rasizlar. So'ng samovarlar ham bor, samovar boklarimizdan ham bor.